Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham bitkazib oldik. 3 ta 3 ta rom qilganmiz. Karishning svetda. Ishlarimiz 08 MDF da bo'lgan. High-tech fasonda. Gullari jigarrangga bo'yab berganmiz. Karishning svetda. Zamonlari 3 ta oshiqmashlari bor. Oynalarimiz oq yevriki. Eshigimiz saylar ponni gulli bo'lgan, tepalari oddiy ponni. Hammasi germetiylangan. Kandizlari nanishlari gul o'ldirmadik. Egalarining xohish istaklariga binoan kesaklarimiz 10 cm yog'ochdan bo'lgan. Romlarining oynalari ponni oq oddiy. Hammasiniki germetiylangan. Romlarimiz ko'rinishlari, orqadan ko'rinishi ikkitadan oshig'i bor. Mana zavorkalari ham xudo xolisa chiroyligidan qo'yib berganmiz. O'rtadan bitta ochiladi. Ichki ko'rinishlari xudo xolisa bekami ko'z bo'lgan. Oynalarimiz ham mana yeri germetiylangan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ularimiz 700 ming so'mdan qilib beramiz kvadratini. Xudo xolisa chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Kelish bo'lsak, O'zbekiston bo'ylab Voha, Toshkent tomonlarga ham o'rnatib bera olamiz, kelishuv asosida. Bundan tashqari fasonlarimiz, narxlarimiz har xil ko'p. Telegramimiz hammasidan bor. Instagram aloqaga chiqsanglar 77 kodi bilan 224 5024 batafsil